Dünyada topkanım nima arzimaydi bu zizdanlara quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada qamingizni bildirmagansiz qamingizni bildirmagansiz bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz tog'dan tushmas qor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada g'ururumsiz or bo'ling dada bizlar uchun bor bo'ling dada bizlar uchun sog' bo'ling dada baxtimiz uchun sog' salomat bo'ling dada. Şu aytaman uyla bilsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar. Xush kelibsizlar. Ahmad bobomizni tavallud ayyomiga o'rgilay nurli yuzlaringizni aylanay o'zim. Guldiroz qarsak ela bo'lsin. 85. Salomat bo'ling. 85 mi? 85 qiz Rostomda. Yo'q ey. Pasport olib chiqaman, ishonmayapman jo'ta. 41-yilda hisoblayman. Ya, ishonmayapman men. Turishga qarang-a. Siz nechinchi yil o'lizlar? O'shami? Aka-uka aytibsizlar. Yeb o'ting. Yo'q, yo'q, ey. Keng beqavada. Mo'mamsizmi? Yemo aflatsin kerak. Yo'q, o'tib gaplashing. Yo'q, o'tib gaplashing. Salomat bo'linglar. Omon bo'ling, Ahmad bo. Ana shunday yosharib yuravering, qaymi? Men Gulshan opam nomidan tashrif buyurdim. Assalomu alaykum. Gulshan opam sizni juda ham yaxshi ko'rganlar. Ularning qolaversa farzandlari Rossiyada ishlayotgan, nevarangiz bor ekan. Rushan opa, Ramizjon, Ramizjon nomlarini tashrif buyurdim. Dünyada topkanım nima arzimaydi bu zizdanlara quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada qamingizni bildirmagansiz qamingizni bildirmagansiz bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz tog'dan tushmas qor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada g'ururumsiz or bo'ling dada bizlar uchun bor bo'ling dada bizlar uchun sog' bo'ling dada baxtimiz uchun sog' salomat